Jamiyatda adolatni qaror toptirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va har bir fuqaroning huquq-manfaatlarini himoya qilishda sud va boshqa ayrim organlarning hujjatlari ijrosini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu vakolat esa mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosiga yuklatilgan. Muxbirimiz Ahmadjon Shakirov tomonidan tayyorlangan lavhada byuroning Xorazm viloyat boshqarmasining o'tgan yildagi faoliyati tahlili va uning quyi tizimlarda bugun amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z boradi. Har bir qaror, har bir ijro hujjati ortida inson taqdiri turadi. Byuroning viloyat boshqarmasi tizimidagi xodimlar sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish, aliment undirish hamda ishsiz aliment to'lovchilarning bandligini ta'minlash borasida ishlarni ana shu tamoyil asosida amalga oshirmoqda. Sarhisob qilinganda viloyat bo'yicha sud hujjatlari asosida 2025-yilda 2 trillion 61,1 milliard so'm, shundan davlat foydasiga qariyb 1 trillion 262 milliard so'm undiruv amalga oshirilgan. Shu jumladan 1 trillion 140,2 milliard so'mlik soliq qarzdorliklari, 38,6 milliard so'mlik davlat boji, 55,2 milliard so'mlik jinoiy va ma'muriy jarimalar hamda jinoyat natijasida davlatga yetkazilgan 13,6 milliard so'mlik zarar davlat foydasiga undirilgan. Bundan tashqari, tijorat banklari foydasiga 8041 ta hujjat bo'yicha 445,7 milliard so'm mablag' undirib berilgan. Ma'lumki, ijro hujjatlari bo'yicha undirilgan mablag'larning 50% temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Shunga ko'ra, byuroning viloyat boshqarmasi hamda tuman shahar bo'limlari tomonidan 2025-yil davomida 63,6 milliard so'm undirilib, daftarlarga o'tkazib berilishi ta'minlangan. Ta'kidlash lozim, ijro hujjatlari hamda undirilgan mablag'larning haqqoniy hisobini yuritish, ijro ishini yuritishda sansalorlik va suiiste'molchilikka yo'l qo'ymaslik, uning ijrosini o'z vaqtida ta'minlash har bir davlat ijrochisi oldida turgan ustuvor vazifadir. Byuroning Xonqa tuman bo'limida ham kelib tushayotgan hujjatlar ijrosini muddatda hamda sifatli ta'minlash asosiy ish prinsipi hisoblanadi. Bunda katta e'tibor davlat va fuqarolarning huquqiy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan. Bo'limimiz tomonidan 2025-yil davomida muayyan ishlar amalga oshirilib, ish yurituda bo'lgan jami 297 milliard so'mdan ortiq undiruvlarga oid 22 mingga yaqin ijro hujjatlari bo'yicha 182 milliard so'mlik 13890 ta ijro hujjatlari tamomlandi. Shundan davlat foydasiga undiruv bo'yicha 100 milliard so'mlik ijro hujjatlarining 60 milliard so'mlik ijro hujjatlari amalda tamomlanishiga erishildi. Shuningdek, soliq qarzdorliklarini undirish bilan bog'liq bo'lgan ijro hujjatlaridan majburiy ijro harakatlari davomida 2200 ta ijro hujjati asosida 27,5 milliard so'm soliq qarzdorligi, bundan tashqari banklar foydasiga 804 milliard so'm hamda kommunal tashkilotlar foydasiga 1,2 milliard so'm undirib berildi. Bugungi kunda aholini uzluksiz va sifatli kommunal xizmatlar bilan ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiqlik ta'minoti kabi xizmatlarni ko'rsatish barqaror moliyaviy intizomga bevosita bog'liq. Kommunal xizmatlar uchun qarzdorlikning yuzaga kelishi xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning iqtisodiy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarda qonunchilikka muvofiq qarzdorlikni undirish sud tartibida hal etiladi va chiqarilgan ijro hujjatlari yuzasidan qarzni majburiy undirish choralari amalga oshiriladi. Aliment qarzdorligi majburiy ijro xodimi eng ko'p duch keladigan muammolardan biridir. U o'z vaqtida amalga oshirilmasa yoki to'liq to'lanmasa, ortida qanchadan qancha chaqaloq va bolalarning taqdiri turibdi. 2025-yilda viloyatda 103,4 milliard so'm mablag'lar aliment undiruvchilari foydasiga undirilgan. Biroq byuroning vazifasi faqat qarzdordan undiruvchiga aliment undirib berishdan iborat emas, balki profilaktik suhbatlar orqali har ikki tomonning sharoiti, imkoniyati va fikrlari o'rganilib, ularni murosaga keltirish, muammoni ijobiy hal etishga qaratilgan. Xonqada esa o'tgan yilda 326 ta oila yarashtirilib, 524 nafar bolaning yetim qolishining oldi olindi. Bizning guvohligimizda ham navbatdagi oila saqlab qolindi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch tumanlararo sudining 2024-yil 5-sentyabrdagi sud buyrug'iga asosan qarzdor Bozorov ham undiruvchi Rasulova foydasini 2 nafar farzandlari uchun aliment undirish belgilangan bo'lib, hozirda olib borilgan targ'ibot va tushuntirish ishlari davomida qarzdor va undiruvchi kelishib, yarashib birga yashab kelayotganligi sababli undiruvchining iltimosnomasiga binoan ijro hujjati qonuniy tamomlanib, undiruvchining o'ziga qaytarib berildi. Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida imtiyozli kreditlar ajratilishi izchil yo'lga qo'yilgan. Biroq mas'uliyatsizlik sabab banklar bilan tuzilgan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik holatlari hamon uchramoqda. Shu boisdan byuro organlari ish yurituvidagi banklar foydasiga hal qilingan sud qarorlari ijrosini ta'minlash borasida muayyan ishlar ham amalga oshirilmoqda.
Bizning bank majburiy ijro byuro xodimlari bilan ishlab kelmoqda. Hozirda avtotransport vositasini kredit qarzdorligini to'lay olmasligi sababli qonuniy ravishda jarima maydoniga joylashtirildi. Endilikda mijozimiz qarzdorlikni bartaraf qilsa, avtotransport vositasi o'ziga qaytariladi. Soliqlar har qanday davlatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi. Ular orqali davlat byudjeti shakllantirilib, aholining ijtimoiy ehtiyojlari qondiriladi. Biroq soliqlardan bo'yin tovlash iqtisodiy adolatni buzadi va davlat byudjetiga katta zarar yetkazib, jamiyat taraqqiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda Xonqa tuman majburiy ijro byurosi xodimlari bilan birgalikda soliq qarzoligi bo'yicha hududlarga chiqilgan holda fermer xo'jaligiga tegishli bo'lgan kombayn agrotexnikasi xatlanib vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Agarda fermer xo'jaligi soliq qarzoligi, ya'ni 493 million soliq qarzoligi bartaraf qilinadigan bo'lsa, egasiga qaytariladi. Har qanday huquqiy davlatda har bir qaror, har bir adolatli hukm o'z vaqtida ijro etilishi shart. Albatta, bunda fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish muhimdir. Ishonamizki, joriy yilda ham byuro xodimlarining sa'y-harakatlarida ana shu ustuvor vazifalar aks etadi.